Hozir meni sheriklarim ana hozir biz yaqinda olib ketdi ikkitasi. Shuni ko'rib turib olib ketdi. Perevaldan ham o'tdim. 2 tonna 100 bilan. Ishlarimga zo'r bo'lyapti. Hali mashinadan o'zingizni ko'nglingiz to'qmi ancha aka? Zo'r, mashinalar hammasi addushi, gap yo'q. Assalomu alaykum ahli jamoa, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun xudo xolasa sizlar bilan X200, Jack X200 ni qancha yuk toshisa bo'ladi, qancha yuk toshilgan, o'sha olib ketilgan mijozimiz tomonidan olingan video bor ekan. Shuni bitta ko'rib chiqishlaringizni agar xohlardim, chunki ko'p savollar bo'ladi. Bunga nechta tonnagacha yuklasak bo'ladi? O'zi zavodskiy 2 tonna yozilgan, 2 tonna u B kategoriya bo'lishi uchun, chunki 3 tonnadan oshdiki unga bilasizlar, B, C, D o'sha kategoriya kerak bo'ladi. O'sha uchun, o'sha maqsadda bitta mana bu videoni sizlarga ko'rishlaringizni tavsiya beraman. Shaxsan o'sha mijozimizning o'zi tomonidan o'zining shaxsiy fikrlari, hech kim o'rgatmagan hech kim o'sha shaxsiy fikrlarini mana bu videomizga xudo xolasa ko'rsalaringiz bo'ladi. Farg'ona viloyat yo'q, Andijon viloyatidagi filialimizda olgan ekanlar. Bitta ko'ringlar, xudo xolasa inshaalloh ma'qul bo'ladigan bo'lsa, kelib bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilgan holatda yana qo'shimcha ma'lumotlarni olsalaringiz bo'ladi. Bank, kredit yoki bo'lib to'lash, nima nalichi, qanaqa qismlari bor, boshqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol qilsalaringiz bo'ladi. Telefon pastdagi raqamlarga bu videoni ko'ringlar, tomosha qilamiz, o'z fikrimizni kommentariyada qoldiramiz. Voy, yukni qaranglar. 25 kilodan 135 degan. Undan tashqari emotsiyalarigacha bor ekan. Hali kalkulyatorda shuni olib bitta ko'paytirib, bitta ko'rishlar mumkin. 135 da 25 kilodan 3 tonna 375. Pilik bunga 200 qo'shib olsak 3,5 tonna. Mana mashina o'zi ham bitta ko'ringlar, turishini. Qo'qonga ketyapman. Akam kunda Qo'qonga qatnaydilar. Mashinadan bir res, 2 res aniq o'tadilar. O'sha uchun bugun to'xtatib, o'zlaridan bitta o'sha video olib iltimos qildik. Chunki ko'pchilik so'radi, qancha yuk bilan qanaqa yuribdi. O'sha menga odamlar o'zini fikrini nima qilinglar deb ko'pchilik kommentariyga yozgan ekan. Bugun shuni bir nima qilyapmiz. Aka, qanday mashina olganingizga salkam 1 oy bo'lib qoldi. Ha, 2-oy ketyapti. Zo'r, xudo xolasa hammasi yaxshi. Bir ayibini chiqqani yo'q. Yuklab sekin-sekin ko'paytirib boryapmiz. Perevaldan ham o'tdim. 2 tonna 100 bilan. Yaxshi, tortishlari ham zo'r. Hali qizib netgani yo'q, yo'q, qizib netgani yo'q. Men Kia Hyundai minmaganman, farqini solishtirib olmayman, lekin har holda yaxshi bu, zo'r. Meningga, nimamga, ishlarimga zo'r bo'lyapti. Qo'qonga borib kelganingizda masalan 150 kilometr bo'ladi. Charchash nima yo'qmi? Yo'q. Bir kunda 2 marta qatnayman, 3-chisiga do'konim bekilib qoladi. O'sha 2 marta zakonniy borib kelyapman. Ko'pchilik Damas'da, Laboda qatnardi, hali bir res borib kelsa charchab qolardi. Belingizni og'rib ketadi Damas'da. Bundan hozir mana 2 res qatnaman. Qo'shimcha qo'shganim yo'q. Anaqa Risoliga qo'shganingiz yo'q. Zavodskiy holatda turibdi. Og'ir qancha yukladingiz eng og'iri? 4 tonna 200 yukladim. 4 tonna 200 yukladim. O'sha Qo'qonga olib borib tashlab keldim. Slusheniy bo'lib qoluvdim, shunga olib borib tashlab keldim. Hali mashinadan o'zingizni ko'nglingiz to'qmi ancha aka? Zo'r, mashinalar hammasi addushi, gap yo'q. Hali ko'pchilik hozir o'ylayapti-da, masalan, salarkali olaymikan, bundan olaymikan, eskiroq buni puliga Kia olaymikan deganlarga bir tavsiyangiz bo'lsa. Meni bilasiz, 1 oy o'ylandim. Endi haligi pul topishim oson bo'lmagan. Hammasi ham, mashinani ham hammasi, Foton ham, Kia ham hammasi yaxshi, lekin men tanlovim mashinaga bo'ldi, adashmadi. Hozir meni sheriklarim ana hozir biz yaqinda olib ketdi ikkitasi, shuni ko'rib turib olib ketdi. Bittasi Surxondaryoga qatnayapti. Mol toshyapti Surxondaryoga. Birortasi bironasi degani yo'q, yaxshi, zo'r. Nimasi, motori haqiqatan aytganlaringdek baquvvat ekan. Podyomniklarga ham juda zo'r chiqib ketyapti. Suvi olganimdan beri mana bu kun isidi-yu. Suv ancha qimillagani yo'q, ana shunday turibdi. Alternatori qo'shimchasi ishlab 2 marta ham ishladi. O'sha o'zini o'zi sovutish sxemalari ham zo'r ekan. Hozir siz bunga propan qo'ydingiz hozir? Ha, bunda propanda yuribman. O'sha benzin bilan endi kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi. Men sinab ko'rdim, benzin bilan propan pashti bir xil. Kam rasxod demoqchiman. Kam rasxod. Arzon ham tushadi.
10 ta masalan 10 ta propan quysam 80 kilometr yuraman. Ha. Endi boshida haqiqatan 60 kilometr yurdim, birga bir bo'ldi. Endi hozir atletka qilib hamma yo'q bo'lgandan keyin 80 kilometrga chiqib olganman. 85 pustoy bo'lsa yuraveradi 100 kilometr. Kilometr. Yuk bilan yuramiz ko'proq. Yuziga 10 ta rasxod qilyapti, yuki bilan 12 ta, 13 taga chiqyapti deganda. Propan. Propanda 12 ta, 13 ta. shunaqa. Haligi Kia Bongo'lardiki 24 ta, 20 ta rasxod qilar ekan, eshitishim bo'yicha, minib ko'rmaganman. Ha. Ularda ancha rasxodi ozroq. Zamonaviy Minganlar yozib ketadi, albatta. Yuziga qancha rasxod qiladi, Kia'larni yozib ketinglar, Porterni Kia'mi. Albatta bu qiziq. Bo'lmasa aka, siz ham ishdan qo'ymaylik, mashinangizni shu bitta yonlarini ham ko'rsating. Mayli. Propan nima uстановка qilganlarini ham. To'xta. Agarda sizga shunaqa jak avtomobillar kerak bo'lsa, Ha, bilasizlar, qayerga uchrashdi, China Motorsdan xarid qilsa ham bo'ladi, rasmiy dilerdan yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Propanlargacha qo'yganlar. 3,5 tonna yuki bilan mana mashina qamar etmasdan turibdi. Yurish ham shuncha o'tdi, haqiqatda. Yuklagandan keyin yana ham yumshoq bo'lib ketadi. Jak mini ekanlar, bitta podpishka qilib yuborasizlar. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Bunday qiziq videolar, yana ajoyib kontentlar chiqadi. Mashinamiz nalijda tayyor. Agar kimdir olmoqchi bo'lsa, xohlasalar furgonligi, xohlasalar tentligi, bunaqa bortlari ham bor. Albatta China Motorsga qoling. China Motors xalq tanlovi.